Assalomu alaykum obunachilar. Men Umarbekman. Umarbek kanaliga xush kelibsiz. Tuzoqlar jangiga xush kelibsiz. Tuzoqlar jangi deganimda qal'alarga tuzoqlarni ekskursiya qildiraman. Bu ekskursiyada tuzoqlarni qal'alarga qo'yish qanaqa zo'r yoki yomonligini tushuntirib o'taman. Bu bizlarning birinchi tuzog'imiz. Bu birinchi tuzog'imiz qal'angizni darvozasini yoniga qo'ysangiz, ikkita askaringiz o'rnini bemalol egallab oladi. Bu yana avtomatik tarzda otaveradi ham. Siz mana bu tugmani bosib o'tiraolmaysiz, yo ruchkaga bosib o'tirmaysiz. Buni bitta ruchkaga qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. Men ruchkaga qo'ymadim. O'zimda qiynab o'tirmadim. Ruchkaga qo'yib qo'yasiz, yo tugmani qo'yib qo'yasiz, bitta bosib qo'yasiz. O'zi avtomatik o'taveradi. Buni ichida sistemasini bir to'g'rilab olishingiz kerak. Bu sistemasini esa bitta ham ko'rsata olmayman. Men 50 ta obunachi bo'lganimdan keyin ko'rsata olaman. Bu bizlarning ikkinchi tuzog'imiz. Bu ham shunaqa, faqatgina bu darvozaning oldiga emas, devorning girdilariga qo'ysangiz, ko'proq dushmanni yo'q qilishga qodir. Mana bitta ruchkani bosasiz va ishlashni boshlaydi bu. Ichidagi sistemasini ham bu sistemani ham ko'rsata olmayman lekin. Bu sistemani ham 50 ta obunachi bo'lganimdan keyin hammasini ko'rsataman. Qanaqa sozlash kerak, hammasini noldan ko'rsatib beraman. Siz esa videomizga like bilan obuna bosing. Bizlar videolarimizni ko'proq chiqaramiz. Bu esa 3-tuzog'imiz. Bu 3-tuzog'imiz men raketa otar deb nomladim buni. Bu esa tepadan granatlarda otadi. Lekin buni ham ichidagi sistemasini ko'rsata olmayman. Bu qal'amizni vayron qilib yuboradi desangiz, bu qal'angizni vayron qilmaydi. Bu sizga ancha yordam beradi. Bu odam tagida tursa yo'q qilib yuboradi buni. Yoki dushmanlarni ham. Bu qal'adan tashqarida 100 blok narida qilishingiz kerak. Ruchkagini esa uyning oldiga qo'yib qo'yasiz. Siz keyin shunda qal'angiz juda ham xavfsiz bo'ladi. Men yana bir ikkita tuzoqlarda keyin o'rgataman. Tezda like obuna bo'ling. Bizlar videomizda ko'proq chiqarishga harakat qilamiz. Siz obuna bo'ling iltimos.